Sizni qattiq ranjitishganida ichingizda qasos o'ti yonganmi? Davud payg'ambar aynan shunday holatga tushgan edi. Shoh Shol uni o'ldirmoqchi bo'lib izidan quvib kelardi. Mana, qasos olish uchun qulay imkoniyat, birgina zarba va tamom. Hamrohlari, uni o'ldir, bu Xudoning marhamati deyishardi. Lekin Davud shohga qo'l ko'tarmadi, faqat kiyimining uchini kesib oldi. Muqaddas kitobda Rimliklarga maktub 12-bob 19-oyatda shunday yozilgan: Azizlarim, o'zingiz uchun o'zingiz qasos olmang, balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yib bering. Axir muqaddas bitiklarda egamiz shunday deb aytgan-ku: Men o'zim qasos va o'ch olaman. Davud qasosni emas, adolatni tanladi. Chunki haqiqiy hakam yaratgandir. Qasos o'ti sizni kuydirmasin. Uni Xudoga topshiring. Zero Xudo aytadi: Qasos menikidir. Jazosini o'zim beraman. Sizning vazifangiz tinchlikda qolish. Adolat baribir qaror topadi. Siz bunga ishonasizmi?